Assalamu alaykum, qarindoshlarım. Beshida yaxshiroq bir narsani so'zlaylik. Undan keyin boshqa bir temada so'zlash nimasiga keldim. Qarorga keldim. Birinchisi, ma Ipak yo'li guvohlik berish Facebookda. Shu ishini olib beryapmiz. Ondan keyin onunga shuna aktiv ovoz qo'shayotgan qarindoshlarimiz bor. Tünögün Salih Xudayar ovoz qo'shdi. Buningdagi maqsad biz shu Qaysar degan insonni Uyg'urlarga saldi, Uyg'urga saldi. Shu sababdan biz shunga noroziligimizni bildirishimiz kerak, pozitsiyamizni bildiraylik. Uyg'urlarda nimada vatanda lager yo'q degan narsalarga radiya qaytarishimiz kerak deb u faoliyatni boshladik. Aktiv ovoz qo'shayotgan qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Hem davamlı aktif ovoz qo'shishinglarni umid qilaman. Cho'qim tonilib ketgan shaxslar so'zlashi shart emas. Kimli bo'lsa, qanday shaklda ovozingizni ivatsangiz, men shuni to'g'ri chiqarman. Biz cho'qim marafonchi degandek bizmi 100 odamlik shunday bir ovoz berish, guvohlik berish 100 dan eshib ketsak yaxshi bo'ladi, lekin shu 100 ga yetamizmi, uni bilmayman. Mümkün olan qarindoshlarimiz bekchiq avazlık şununla qarab aşında karton şekilde yoki har xil ovozimizni o'zgartirib o'tgan shaklda aştaq bir inqilab apadiq tünögün. O mu yaxshi bo'ladi ekan deb o'yladim. Ikkinchi masala, bugun men bir uzoq vaqtda to'g'ri bir narsa chiqarib qo'ydim. Tafakkur qilib, anandan javob bering, buningga fikrlaringizni o'tirib qo'ying dedim. Ondan keyin yana bir Turkiyadagi bir buvaqni esib qo'yib turib, biz Xitoyning tili bo'yicha sho'plar deymiz yoki keraksiz materiallarni jiqquchi deylik. Bu shundaq birsiniki bubaqni esib qo'yib, o'shada o'zining ishini qilganligini, halal mehnat bilan shu ishni qilib bola boqadiganligini bizga ulgi o'g'dak deb turib bir chiqarib qo'ydim. Uning oldida bir hijoblangan mundaq ayollarningki videosini, bir turkninki videosini. Anadagi yana bir er kishininki so'zlagan so'zlarini qo'shib chiqarib qo'ydim. Uningga qandaqroq fikrda bo'lar deb turib chiqadim. Mening bir o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bir temam bor. Shaxsan men sizlarga burunli dedim, men ajrashib ketgan ayol. Men ajrashib ketgan 6 yil bo'ldi. Men 6 yildan yoqi men yangi kelib 6 yildan oshdi desam bo'ladi. Yangi kelib bu yerda oila jamlash bilan bolamninki qizimning dadasini chaqirdim. Ondan keyin bu yerga kun emmidi. Ota-onasini tanladi, mangdi. Dastlabki jafoliq vaqtlarni tang hamnafas bo'lishdan qochdi deb o'ylayman. Shuning uchun biz ajrashib ketdik. Xalqaroliq ajrashdik. Lekin uninglik bilan men bolalarninki beqish majburiyatimni, mas'uliyatimdan qochgan ayol emas. Hozirgacha men qayta turmush qurmadim. Sababi men bek erga ehtiyojli holatdagi vaqtdan o'tib ketdim. Nimishqa agarda ikki odam tang tirishsa, Yevropada texmi yaxshi yashag'ili bo'ladi. Lekin men o'z kuchimga tayinib turib, bolalarimni kishining qo'liga qaratmay yaxshi nim qildim. O'zimning bolamdimi eshinib, tuqqanlarimning bolalariga shunda yaxshi qarab, bir uyga akirib, shunda yaxshi yashab ketdim. Men bolalarimga mehnat qilishni o'rgatay, mehnat bilan bir narsaga erishishni o'rgataman deb turib, dastlabki mezgillarda siz ishlash majburiyatingiz, ishlash imkoniyatingiz yo'q, xizmat nimangiz yo'q, xizmat qilish huquqingiz yo'q, tillardan o'tmagan bu vaqtlarda. Unda qilganda qanday bir chiqish yo'li bor ekan desangiz, bolalaringizga bir ayda qizimga manat berme, bir ayda o'g'limga anat berme, yana bir qilib berme degandek bo'lsa, bolalarni har ayda o'xshamagan birsiga nasab berishni odatlantirdim. Bo'lmasa men o'ylanib turmay turib nasab beradigan sharoitdan kelgan Urumchidan. Lekin unda qilmadim. Mayaqdimi noldan boshlay oldim. Har qanday turmushni noldan boshlay oldim. Anandan keyin yana birsi mehmon kutish.
Bular ailelerge keşleri meyman eğer de 10 kişilik 20 kişilik adamlarını çağırgan bolsa işte yığınlarını öylerde buladı ki bazen teşkilatlarının yoki bir siyasi bunda bir yığınlar ailelerge ailesi çoğarak üyü çoğarak öylerge orlaştırıldı ki aşı öylerge berip biz Kızıl Kırış Cemiyeti'ne a'za bolgandyk. Şu yerlercik Norvegiyalar bilen tunuştuk. Tunuş arkalık sen meyman kütüş beremse bugün üyümüz 20 kişilik meyman bar degendikin bir sınap göreyli dep tur badık. Kızım, oğlum hemmemiz berip aşağıda ular tamaklarını sırtı zakas kıladıken o tamaklarını biz aşı mehmanlarının aldığa ekirişke anadaki kahvelerini demlep yenidən kahvelerini ekiriş onun süt gerek mi velk gerek mi hem nime ihtiyaclık olsa şunu toluqlap berip aştaq çoğun bir üstelinin üstüde şu aşını kütü dikemiz aşı restoran oxşar kütüdigan gepke men hayatımda unda işlerini qilman deb oylamagan lekin men qilaladım onun dikin ha bu bir yaxşı işken deb turib oğlumның tunuşlarıcı qaraqdı o yerden bu yerden tunuşlarının aştaq nem qısa biz keşligi beripla dersimizni ögünüp balla dersin düşüp bolgandan aştı naq vaqtida barimiz 20 minut yarım saat baldır berip tayyor bolup turmiz anandaki üstellerini rastlap ular ketgandan keyin üstellerning üstünü bütünlay tozalab öýlerini çaң tuzan sömürgüçler bilen tozalab bolup çikitidik. Tazlık xizmetini qilib baxmadım. Amma meyman kütüşni qilib baxdıq xaqni uyga berib. Buni hergiz men izzat atib turib, izzat atib tilga almayman. Hozir men sharaflik tilga ala alayman. Chunki oson pul tepishning yo'li ancha sharaflik bo'lmaydiganiga ishonaman. Sharafli kerak yashayman desangiz, ayollar qarindoshlarim, Turkiyaga mi bordim. Turkiyada mı men xeyli tunuydigan bir ayolni Turkiyada ma'lum bir oshxonada uchratdim. Uchirtib, aşağıda qochib yetibdigan. Men tamaqni buyrutup, tamaq yep bolgan vaqtda yep boluş az qalgan chaqda yana bir qochini avalayli yo'ta xili jiroq bo'lgandikin deb turib, bultur 12-oydagi gap. Anadikin qochiga tamaqni nim qilsak, shu oy tunuşum tamaqni ap chiqibdi. Chiqqandik voy deb quchoqlashib ko'rishdik. Anadikin siz bu yergansiz bu bir yer deb samang deb turib deb izzat atadigan ish emas, jirim qarindishim deb paranlaştık. O yoldaşı bilen acış gitipdi. Oğlu kızı bilen yaşab ötüpdi. Aşağıda 1300 lira berdi. Günüge tamaqım mişədə balamla mı tamaqını mişədə yeyişki ruxsat bir vaxt tamaqni deb turib dedi. O yerdə özbek bir ayal işləydiken, yani bir yaş yigit işləydiken, işte işləb ötüpdi. Endi men bunu nima demoqchi desiniz qarang. Endi halal mehnat bilan ishlash yo'li jafolagarak boludu. İzlenip baksanız tepilidu. Siz yögünüp qapqara kiyimni kiyib olganligingiz uchun la ishlamayman, bu Allah yo'lida o'ltiraman, sirtqa chiqsam bo'lmaydi desiniz, shu mushundaq yo'lga qarab mangsiz, tilamchi yo'lga qarab mangsiz. Agarda yigitlar to'y qilmoqchi bo'lsa-mu, oilasida zerikib qolmaydigan ayollarni tanlash kerak deb turib deyman. O'g'limga deydiganimmi, uyda ichib pushib qoldigan ayollarni tanlab to'y qilmaslik kerak balam deganni qayta tavsiya qilaman. Bizga go'zal qizlarning keragi yo'q. Tirishchan o'qishni xohlaydigan anadagin uyda sen ishlasang balam Öyle oturup zerikip kalmaydıgan, mındaq kitapma okuya alaydıgan, mındaq ayollar bilan to'y qilish kerak, qizlar bilan to'y qilish kerak deb turib deyman. Sababi uyda. Uyda zerikip qalmamsiz deb. Sizning uchun men zerikip qalamanmi uyda? Zerikip qalmayman. Chunki liq kitapim bor uyda. Mustaq. Jiq kitaplar bor. Kunda o kitapni birini o'qisangiz, yana birisini ertasi o'qisangiz bo'ladi. Ma'lum varaqlarni qayta o'qigangiz keladi. Birinchi. Ikkinchidan bola tarbiyalash deyli. Men zerikishlik tarbiyalamadim bolalarimni. Ularni zerikib qolmaydi, men zerikib qolmayman. Men o'zimning bolamning tamog'ini nechiga bo'lib turib, bolalarga kishining bolasini beqib cho'ng qila oladim. Shuning uchun men o'ylayman, sizmi o'zingizning bolalarniki o'disdan chiqa olaysiz.
siz yögünüp alganlığınız üçünla başka yolunu tanlayman. Eriniz bir yerlerde, Suriyada, u yerda, bu yerda mücahitler. Boldu o ölüp ketdimi deyli, ölüp ketmedimi deyli. Qaytib kelish imkoniyati yo'qmi deyli. Onu siz nima desingizmi hozir o'rniga kelmaydigan bo'lgan ish bo'lmaganda bu amaliyotni siz o'zingiz qabul qilishingiz kerak. Bu ameliyat bo'layotgan ish. Siz keyni-keyinden mujohid o'lib ketsa, yana bir mayaqtiki birsini tepib turib, eg'roq nechini tug'ib olib, ega bo'lolmay, bunda yo'gangandan ishligi olmaydi. Yo'gansa ishligi olmaydi, mehnat qilmaslik kerak degan narsa Qur'onda bormi? Men Qur'onning bir varaqida uyda o'tirib, "Men o'zim pish og'zim uchishtab o'ltiringlar" degan narsani tavsiya qilganlarni bir yerda o'qib baxmadim. Qayta o'qib chiqay agarda men jiqqatim o'qigan hamda yana o'qimagan yerlarim bo'lsa, o'sha yezib qo'yinglar. Men qanchinchi varaqida mushtaqlik qilib masturib o'ltirsiz, ishlamaysiz degan gap yo'q. Erlar qilolmagani ayollarmi qila oladi? Siz nereden bilsiz özünüzün küçüğü bir şeyde işinişiniz gerek. İşini yaratmaydıgan işlermi çıkken bir qeyrindişimiz avazlık nasibe etipti. Assalamu alaykum Şarkı Türkistanlık güzel hemşerilerim. Şimdi ben nemi deyişimni bilemey kıvattı ben. Şundak bazı hemşerilerimizge işte pesek iş yaratmaydıken onu bunu dep bir kağıtası oturdukken o yöyleydi, bu yöyleydi dep oturup aldığan evvalla pek eğirliş git vardı. Aziz kırındaşlar, güzel hemşerilerim, onda kılmayla azırak bolsumu güç çıkarayla tepege işini buken demey gücümüzün yetişçe bir işlep bakayla yetmeyinige yeni millet bağ oğanken millet karab durmaydı, yeni yardım kılıdı ama işlemey bika oturup o bakamike bu bakamike o yardım kılamike bu yardım kılamike ya bomsa iki gitiyemem mi üçüncüsü gitiyemem mi dördüncüsü gitiyemem mi dep otlamay azrak bolsumu güç çıkarınlar iş tanlamanlar kanda iş bolsa güçünlerine yetiş çıkılınlar biz Uygurlarda mı bir makal temsil ba özanın harkıgıcı güçünle harkıl deydiğen gep ba bunda oturuy versenler bu millet qaysi birisini yo'laydi vatanni qutuldurganning g'amini qilamdi bika o'tag'anlarimizning qiynalib qolganlarimizning u ishlarini hal qilamdi qaysi birisini hal qildi azroq bo'lsinmi biz bo'lsaqmi bika o'tirib olmay azroq bir yo'lini qilib Ahırına koymadım. Hem de ben oyladım ki biz mesela Avrupa'ya kelsiniz mi? Hükümetke tayiniş yolu şunda asan yol. O yolunu tanlasanız ata-ananızın çağırtamayısınız. Anadaki çık yerlerden kontrollükü iyi olup kalısınız. Ben erkinlikini alaydı qoğulaşıdığan bir adam. Şunun için hükümet beni başkurup kalmışsın. Muşu iqtisodiyatdan annaga ishlatding, mannaga ishlatding demisin. Agar hukumatdan olsangiz jiq narsalarga cheklamaga uchraysiz. O cheklamaga uchrab bir sharafsiz yashamay deb turib olmadim. Olmaganligim uchun jafoliq yashadim. Oy, mening qo'llarim bek chiroyli qo'ldi. Undaq eg'ir ishlarni qilgan bunda emasdim. Shuning bilan lekin ishlasang ishlaysa, bu yer qandaq beshida qandaq qilaman, o'qiyapman, ham ishlamasam ilgari basamayman, biletlar qimmat, oylik biletlar shunda qimmat, u turmushga yetib eshib qiraq unda ishinamaysiz. Naqli yetidi. Nim qilmay qolmaysiz, lekin naq yetidi. Endi u naqdan azroq eshindi bo'lsa, unda ishlab topsangiz, azroq bo'lsa bu lug'at kerak bo'lib ketgan, lug'at degan shunda qimmat. Cho'ng lug'atni e'lon qizim. Lug'at degan shunda qimmat. U degan 1400 lug'atlarni men lug'at kerak bo'ladi-da. Xitoycha, Uyg'urcha degandek mundaq narsalar bo'lmagandan keyin u cho'ng lug'atlarni cho'qim qimmat olasiz. Mushu lug'atni men 1,5 ming qo'yga olgandim. Bundaq lug'atlarni qandaq olasiz? Shu pul tepib olasiz. Bo'lmasa buni yemdoq yoki buni nereden tapaman?
yeyişinizden eşinsiniz, bunda narsalarga erişsiz. Şunun bilan lug'at aldım. O lug'at, bu lug'at, kerakli lug'atlarni birini olib qo'ysangiz, hammamiz maktabga ayrim boramiz, uni qanday qilamiz? Hammamizga birdan olamiz, bir oyda ma'no olamiz, bir oyda ani olamiz. Shuning uchun kuchaysiz, tirishsiz, ishlaysiz. Anadagi haq sizni ko'zga ilmay qolmaydi. Anadagi ko'zga ilmaydiganlari qanday qaylaqa uyda o'tirganlari. Ba'zan erlar uyda o'tirdi, ayollar ishligini bilan. Yevropada jiq bunday odamlar, nihoyat bo'lumsiz erlar jiq. Endi ayollar biz balınımı muş dünya ekilerdik beyli Allah bədi degen taqdirim muş dünya ekiler ekanmiz. Şunağa məsul buluşumuz gerek bu degen bir milletten kelgüsü demigen taqdirdimi özünüzün kelgüsü muş dünyada qap qaldırgan qisminiz. Aşınağa məsul buluşunuz gerek, ülgü buluşunuz gerek. Men hiç bo'lmaganda Allah'ın aldı bağanda bək qızamay barman. Şunçilik deyələyman. Menden bir so'rab baqqan. Toy qılasınız, toy qilish yo'lini ajab tanlamapti ekansiz. To'g'ri, ikki mo'ringiz bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Bir yukni ikki odam ko'tarsa, yengilroq bo'ladi. Agarda men to'y qildim dedim. Agar men to'y qilsam, men tig'im bulumsizdan birisiga uchirsa, uni yana o'shnamga ortib nerda yuraman? Ma bolalarim yetmaganda yana birini qo'shib menga mo'ri deb özüm mening möramga tayindigandan bir chiqib basqanda qilamiz deb ashundaq deb chiroyli kulkiga aylantirib o'tkazib o'taman qarindoshlarim. Sizlarmi ashu sizlarning atrofinglardagi heliqi qora kiyimli qizlar to'ttin qatorsiga tug'ib olgan erleri ketgandan keyin erleri bir balını tashlab qo'yib ketgan bo'lsa, mishadi 2, 3, 4 deb oxiri uning igi bo'lganbag'dak erga tegib bilib bir nikah bilanla u yerda bu yerda oxiri kinishkisi var jega aylanib qolmanglarchu, bu bir o'zimizning sha'niga dog' tushirish hamda sharafli gerek yashab o'tib ketaylik qarindoshlarim. Shunchalik ochig'im keldi ekan, ajoyib ochig'im keldi. Biz her xil tahlil qilib baqsaq bo'ldi bu narsani. Men odamninki so'zila emas, u odamga men ishonchimni bog'lab turib chiqaman deb savol belgisi bilan chiqarib qo'ydim. Ayollarning turqi, Türk adamning so'zi, anadagi bir qancha hemşehrilerimiz bilan so'zlashdim, paranglashdim. Zerikib qolganlar jiq, uyda o'rin, uydagileri biz uyda vaqtlarimizda masalan ishdan tushsam, vaqtcharoq tushib qolsam, tamoqni uyda etmasam, talaga chiqib yeydik, bu yo'g'imiz opamning uyina kirib yeydik, yo singlimning uyida, singlimning uyida yeydik. Men nayt onun ehtiyacımız yok, holatda yo'q, lekin chetga keldik, chetel keldik, lekin o chetelde faqat yuzingizni ko'rsiz. Amaliyotda biz halal do'konlar bor yerda emas. Şivsiyaga berib go'shak qilishimiz kerak. Yangi kelgan vaqtlarimiz u imkoniyatlarimiz yo'q. Shuning uchun oyda emas, necha oyda bir qatim birlari go'shga borsa, biz pul berib qo'ydik, go'sha og'ash keldi. Cho'qqim halal go'sht yeyishim shart. Shuning uchun men yo'rganmaganligim uchun islomga e'tiqod qilmayman yoki mundaq emas emas, hamma odamning qalbi o'zi bilan. Uni sizga men echib turib yurgim ko'rsatmayman. Ba'zilaringiz chechingiz qiladi. Deb turib so'zlab bir muncha narsani ivat qo'yib ekan oldingi kungi naq maydondan keyinla eliq Turkiyadagi ba'zan tashkilotlarniki ishlari to'g'riliq. Uningdagi bir muncha ovozliq elib oldim telefonnimi. E'tiqodingizni o'zingizning amaliyatingiz bilan ifodalang. Hergiz mushu yüzünüz bilan bu emas. Agar chechingiz o'yki yo'rganganlaringizning sababidan ishlayolmayapman desangiz, bu belki bir aqlga sig'maydigan bir bahona. Bu bir bahona. Uyingizdagilar bolalaringiz beqish bergan bunda holatdan to'satdilla o'zingiz hamma narsaga ega bo'ladigan, o'zingiz hamma narsaning o'tisidan chiqadigan holatga o'tish jarayoni faqat o'zingizning mishadagi masalalarni hal qilib olsangiz, bu jarayonga tez bu nimaga tez nim qila olasiz. Bu salohiyatingizdagi o'zgarish deb o'ylayman. Mayli bolasini veqan haqninki, mayli nima qiling, qochuying, o bu degan narsa o'g'irlamagandan keyin, kishini qo'ymagandan keyin, andan eliqandaq sat nom bilan pul topmagandan keyin bu bir sharaflik ish. Mayli qochuyish, yana birim qilish, hech qisi yo'q. Ig'ir oldigan ish emas bu. Bu vatanimiz qolib qoldi. Biz vatan davosini qilishimiz kerakmi yoki qanday qilishimiz kerak deganlarni bunda savol belgisi qo'yib turib o'ylashib beqinglar. Bizda bir muncha og'ir masalalar bor. Endi dunyoviy qizlar, ayollar paydo bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu bir
bu bir nomus iş. Erkeklerimizge mi deydiğinim bu bir nomus iş. Aldını elinglar, to'sanglar, işlerini yardım qilinglar, yetlab beqinglar. Yetlab beqinglar. Qizlar, ayollar sizlar mi yetlish beqinglar yeninglardagilarni yetlab beqinglar. Anandan keyin yana bir singlimiz telefon qilibdi. Yurtvazlık yaman eğir. Bəzən təşkilatlar o bu yerlər özünün yurtluqlarına bir nərsələrini, imtiyazlarını verirdi. Yurtluğa bağlıq, yurt arıydı. Bəzən öylərə erişdiriş, yoki iqtisad cəhətdən mındaqni yardım veriş, bütünlə yeni sağlıqlarınkiga, yeni bir yerliklərninkiga aşındaq qılıdı. Biz o vətən həmmə yurtninki vətəni. Meyli siz keyin Ürümçi turmay, agar vatan ozod bo'lsa Ürümçi turmay, Yengsaq ketamsiz, Konşa ketamsiz, yana bir yerga ketamsiz, o o'zingizning ixtiyorligidagi ish. Aqsuq ketamsiz, o o'zingiz ixtiyorligidagi ish. Ammo vatanning sirtida turib, o yurt bu yurtni arimay yordam qilishingiz kerak. Bo'lmasa u endi Alloh o'zining yurtidagilarga yordam qil. Özünün aşı yezdikilerge yardım kıl, onundan başka adamga yardım qilma, olmasa yardım qilsangmi savabını yazmayma demigendikin. Biz ahluşumuz bilan yaşaylı deb o'ylayman qarindoshlarım. Bu ayollarning je bo'lib ketgandiga xalqarалық jega aylanamiz o. Mesela yo'ginib turib jela qilsa o nima bo'lib ketgani bu faqat siz sirtkini ko'rsiz, biz ichidikini ko'rmaganligimiz uchun shunday ishlarni qilib kelsak bo'lmaydi qarindoshlarim. Bek ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Bu narsani ba'zan narsalarni chiqarib qo'ysam, ostidagi tahlillar texim ümidsizlantirib yutadi meni. Biz o'yg'onamizmikin? Ba'zan temalarda fikr yurgizish orqali mushlar qarindoshlarimiz qandaqroq fikrda bo'lar, qandaqroq xiyolda bo'lar. Men u narsaga noit aktiv ovoz qo'shganligim uchun chiqamayman. Ba'zan narsalarni faqat kishilar qanday o'ylaydigandi, men o'ylagandek o'ylaganmidi yoki men o'ylagandekni o'ylaydigan qanchalik odam bordi deganni uqib beqish uchun chiqiraman. Men bir narsa chiqirib qo'ychi, "Ani yo'q deyiting, mani yo'q deyiting, ani chiqirib eting" desa, bekli hayron qolaman. Sizning Facebook'ingizda birmi chiqasiz, mening chatig'im yo'q, nim deb meniki bilan chatig'ingiz bor deyman. Men kishi bilan o'rtoqlashaman. Men jiq odamlar bilan masalalarni hal qilish berman, lekin o'rtoqlashadiganim nechili bor. Mesela sınırlarımız var Türkiye'den. Avrupa'daki başka devletlerde bazen sınırlarımız var. Amerika'da bazen sınırlarımız var, yerlerimiz var. Aşılar bilen fikirleş arkalık tan ilgirleydi dep oylayman. Ma milletimizdeki meseleni ortaklaşış arkalık tan hal kılaylı qarindoshlarım. Onundan başka hiç qandaq bir muddayım yok. Ben dedim ki ben avam xalq vekili, hiç qandaq teşkilatning vekili. Kimni chiqib sözlesemmi ispatsız sözlemeymen. Bazen ispatlık narsalarni nimqisiz chiqamam söz, o bu deb yozdiganlar anarki siz nereden bilip qaldınız deb ayrimxonamda. Bilip qalmıсын desangiz, o'zingizni tüzeştirip yürüng. O vaqtida men bilip qalmayman. Tüzeştirip yurmasangiz bilip qalaman, uqib qalaman, anglab qalaman, videolarni ivatib berdi o qarindoshlarimiz. O'shingizni tepib yürüng deyishimdagi sabab, ma millat o'ngşalson, ma millat tang ilgirleson, bichara bo'lib qolmasin. Aslida bichara xalqim texmi bichara bo'lib qolmasin deb o'ylayman. Ayol qarindoshlarim, o'zinglarning yuzinglarni saqlanglar, sharafligarak yashash yo'lini tanlanglar. Debli tegadigan ish emas. Anadakin unda g'idig'va odam ras uyda o'tiramaydi. Siz mushunchalik yo'ginib turib, bu yo'ginish yo'lini tanlash uchun noiti o'ylanib tanlaydi deb o'ylaydi ekanman odatda men. Undaq emasga. Men unda yurganga ayollarni 5 vaqtni birdan qoldirmaydigan, noit yuzi töven, mundaq xildagi ayollar deb turib simvol deb hisoblasam, hozir undaq deb hisoblamaydigan bo'ldim. Bu bir niqob. Sirtni siz ko'ra olaysiz, ichini biz ko'ramagandan nima ish qilib bo'lgan bir kunlik bo'pti u, niqob bo'pti deb o'yladim. Nimalarni qilyapsizlar, xalqning uyini buzayotganlaringlar bor ekan. Neçidin aşı xotin bulup 15 gün ananga 20 gün mananga xotin bulup numus iş emasmi bu? Bu bir şerefsizlik o. Kiygan kiyimingizga butunlay bir haqorat deb o'ylayman. Islom uchun haqorat, millating uchun haqorat, o'zing uchun haqorat, oila jamiyating uchun haqorat. Rahmat sizlarga.